Assalomu alaykum aziz obunachilar. 1 yil servis garantiyali kamera so'raganlar uchun men ideal variant akalar. Kameramiz quyosh panelli bo'ladi. SIM kartaga ham ishlaydi, Wi-Fi ga ham ishlaydi. Faqat shu yagonasi akalar. SIM karta va Wi-Fi ga ishlaydigan akalar. Xo'p, 360 ga musofirda bo'lsalar ham telefonlaringdan aylantirib ko'raverasizlar. Polni hududni nazorat qilaverasizlar. Sensor datchigi bor. Bu nima qiladi desalar, sensor datchig telefonlarga rasm irg'itib turadi akalar. Mashina o'tsa, odam o'tsa, it o'tsa, harakat bo'lganda bu rasm irg'itib turadi akalar. 360 ga aytganda aynaladi, pastga, baland, tepaga qilaverasizlar. Kattagina kannagi ham bor. Bemalol telefonda gaplashgandaqa musofirda bo'lsalar ham gaplashaverasizlar. Xullas, bemalol aloqa qilaverasizlar. Ikkita antennasi bor. 4G ga ishlataman desalaring. Quyosh panelini ko'ryapsizlar, u salkam 2 kilo chiqadi. Xo'p, batareykasi ham bor. Endi quyosh chiqmayapti-yu, 2 kundan beri deydiganlar uchun to'shda ham ishlaydigan qilib qo'yganman akalar. Xullas, bosaverasizlar akalar. Endi qaranglar, buni bonusiga nima akalar? Bonus deyotganlar uchun 128 talik original chip qo'shib beraman akalar. Xitoy emas, originali xullas akalar. Xo'p, dastavkasi O'zbekiston bo'ladi, mutlaqo bepul. Telefonlaringizni uстановка qilib beraman, ishlatib ko'rasizlar, kameraning kachestvasini ko'rasizlar. Keyin 100 ming so'm zaklad tashlab berasizlar, qolganini kamerani qo'llaringga olgandan keyin qolganini to'lovini qilib berasizlar. Hozir bundan qaranglar akalar. Bundan qachcha berib yuboryapsiz desalaring, mana upagovka qilib 15 metr kabel bilan qilib berdim. Tekinga qilib berdim 15 metr kabelni ham. Bonusiga Buxoro viloyat Olot tumaniga ketyapti akalar. Nomerlarni to'sib qo'ydim. Xullas, Rossiyadan turib zakaz berishdi, musofirdan turib. Telefonlarga o'rnatib berdim. Pulini xullas aka o'ylanib o'tirgan yo'q. Shuni 100% tashlab yubordi akalar. Kimga shunaqa kamera kerak bo'lsa aloqaga chiqib, yurtma beraverasizlar. Telegramdan ana kameralarimiz hammasini olib kelib berganmiz.